Yaqinda ochiladi o'rtoqlar, mana. Mana katta suv sporti, viloyat suv sport markazi mana. Mana katta juda. Eski Nasaf stadionining o'rnida ochilgan. Hozir arqa tarafga ham o'taman, ko'rsataman. Eski Nasaf stadioni bor. Nimalar bor bilmayman, eshigi ochiq. Egasidan so'raymiz, qo'yadimi, yo'qmi? Assalomu alaykum. Palvon qalaysiz? Zo'rmisiz? Videoga olayman, ijtimo qilmaydimi? Videoga olayman, ijtimo qilmaydimi deyman? Ha, qandaysiz o'zi? Sizniki yaxshi taniyman-ku men. Qanday zo'rmi? Charchamasmi? Ahvollashimi? Ha, qachon ochiladi? Ochilgan basseyn. Bo'ldimi, ochildimi? Ha. Endi qachon bir basseynlarni bir tushirib anaga qo'ysam, internetga qo'yib yuborsam deb edim. Hozir ham tushirsam bo'ladimi? Bo'lmasa kiraylik, keling. Mana o'rtoqlar, ochilibdi o'sha. Ha, aytdim, viloyat suv sporti, vatanparvarlik bu tarafi. Mana ochilgan. Ichkarini ham bir nima qilsak bo'ladi, ha? Bemalol mana keling. Yuring qani. Mana o'rtoqlar, ichkariga kirib hozir ayollar nimasi ham bor, basseyni. Hozir sizga men ayollarni ko'rsataman. Ha, ha. Bu alohida ayollar uchun. Bemalol Ana bu alohida opa singillar uchun, onajonlar uchun mana bemalol kelib mana. O'zi ochiq. Harorati 28,5. Ichkarilar issiq, 28,5 ekan harorat. Mana tepalarda bemalol o'tirib kuzatish ham mumkin. Mana. Narki tarafda erkaklar, yosh bolalar kim xohlasa kelaverasizlar mana. Bemalol uni ham ko'rsatsak bo'ladi, ha? Narkini ham hozir ko'rsatamiz. Yuravering. Do'shlari bor. Hamma narsa sharoit bor. Kirishdan oldin dushga kiriladi. Issiq suv, sovuq suv, hamma sharoit bor. Chiqqandan keyin ham bemalol dushga kirib, cho'milib chiqib ketaverasizlar. Ana. Bu erkaklar, o'g'il bolalar bemalol xatir juda katta nima? Basseyn. Mana. Bemalol xatir kelib o'zi ochilibdi mana. Kelaverasizlar. Mana xazayini, ish yurituvchi xazayin. Ana shu kishi necha yildan beri taniyman. Nevaralarim keladi Rossiyadan meni. Har doim cho'milishga keladi, postoyanno zo'r. Sharoitlar juda zo'r. Hozir yana tashqari tomonni ham bir ko'rsataman. Rahmat, ishingizga omad. Bo'ldi, nevaralar kelsa olib kelaveramiz nevaralarni. Nasib desa. Ha. Mana hamma narsa nima qilayotgan nimalari ham bor. Nima deydi mana? Ha, shortiklar, nimalar hamma narsa mavjud mana. Narsasi bor. Mana cho'kmaslik uchun hamma narsa mavjud. Soat 9dan kechqurun soat 10 gacha faoliyatimiz. Mana ertalab 9dan kechqurun 10 gacha. 9 gacha. Oxiri. Ha, 9-10 gacha endi oxiri. Ha, cho'milib chiqib ketasizlar-da 9 ga nima qilib. Bolalar uchun vaqtimiz 9dan 11 gacha. 9:10, 10:11. Abitdan keyin 3-4, 4-5, 5-6. Ha. Yosh bolalar uchun vaqt. Ana hamma gapni eshitdilaring o'rtoqlar mana. Bo'ldi, mana qo'yamiz.